Bolalaringiz pastda o'ynasa ham xotirjam joy ekanda, ham bunaqa zakritli zonalari bor ekan. O'zi endi havoni tozalaydigan daraxt bu archa bo'lar ekan. Uyimiz почти archazor bo'lyapti. Yozda rosa ham salqin, tirnajorli ham uskunalari bor. Qishda ayniqsa hojat oqajoni olib kelib qo'ysanglar, faqat duvon tagida qolasizlar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Sevgili bir bozorchaning orqasida 7 qavatli uyimizni 2-qavat sotilyapti. Bir xona 45 kvadrat metr. Ko'rib turganingizdek, manzara prosta super. Fasadiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uyimiz 2-qavatda 45 kvadrat metr, narxi $49,000. Liftlari keng, podyezdlari keng, mana bunaqa o'tiradigan, maza qilib o'tiradigan joy bor. Hop, ko'rgan bo'lsa bu koridorimizda, uyimizda barcha jihozlar o'zini joyida qo'yibdi. Bu prixojni qotirilgan. O'zini men bilib, bu mana kattalar yotoqxonasi, oynalar reshotka qilingan. Bu yerda opamiz bu narsa eslalar ekan, bitta detallar chiqib ketadi. Atak 99% jihozlari qoladi. Mebel, texnika va hokazo. Sanuzelni ko'rishimiz mumkin. Remontga bu mana kuxonning mebellarga juda bir did bilan qildilar. Xullas, bu kuxnyamiz va bu yoqda mana 1/4 balkon. Balkonimiz ham ko'rib turganingizdek reshotka qilingan. Uyimiz naqdga sotiladi. Ipoteka yo'q. Xo'p, kuxnyadan chiqib ketadigan narsa ikkita mana shu pech chiqib ketyapti bo'ldi. Qolgani televizor, xolodilnik, konditsioner, stiralka barchasi o'zini joyida qolyapti. Xullas, uyimizning narxi $49,000 ozgina kelishadigan joy bor. Orientir Sergeli 1 bozorchaning orqasidagi Novostroyka dom.